Assalomu alaykum. O'zbekiston ahli, YouTube xizmatlari va Metalworks kanalining obunachilari va kuzatuvchilari, navbatdagi binomiz Jizzaxda Do'stlik tumanida barpo etilgan binomiz 10 D shaklida holatda. Baland o'lchangan, balandligi 9,5 metr. Ustunlari 5 metr. Bu joylari 10 metrdan ustun holat. Kimga xizmat bersa, kirishga telefon orqali murojaat qilishingiz mumkin. Narxlarimiz arzon. Qilib chiqora qilib bo'sh qilib xatir beramiz o'g'limizga. Like va podpiska boshqa ishlardan chiqmasa, yoqmasa bezlang. Kimga ekan misol uchun yoqmay ekan bo'lsa, boshqa qilmay ekan bo'lsa, kommentariya qoldirishingiz mumkin. Sizlarga murojaat qilamiz. Xudo xolisa bizga kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska ishlardan chiqmasin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Oybek kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Videoga otib borish kerak, deyapman. Katta havolanmasini ko'pirmoqda. Zo'r. Mana materiallarni rosa foyda berdi. Ha. Xo'sh. Ha.